Mana sizga kat yo'llar tarixida bunaqasi bo'lmagan Xitoylik akalarimizga vodiyliklar dam beraveryapti. Eng qizig'i kat yo'llarda aqllisi, ya'ni smartfonda boshqariladigan, telefonda boshqariladigan bor ekan. Kunlik rasxodini xohlasangiz kunda qancha rasxod qilishini belgilab qo'ysangiz ham bo'laverar ekan. Eng qizig'i detskiy rejimi ham bor ekan. Blokirovka qilib qo'ysangiz, knopkasini bossangiz ishlamaydigandan bo'lar ekan. Buni boshqa kat yo'llardan ustun tomoni yana biri garelkada bo'ladi. Garelkasi, ya'ni bu oddiy temir listdan bo'lmaydi, chugunlik garelkadan bo'lar ekan. Undan tashqari motorlari zavodskiy motor bo'ladi. Mana bulari ya'ni bunkerli bo'ladi. Bunkerda ham oddiy emas, ya'ni vakuumli bo'lib ochiladi. Ichida setkasi bo'ladi. Ya'ni hokani to'korsangiz setkasi so'saydigandan bo'ladi. Agar setkasidan yiriroq ko'mir o'tadigan bo'lsa, miyasi o'zi qaytaraveradi. Agar qaytarmasa, pajarniy rejim bor, bitta bossadan ham qaytadi. Undan tashqari stabilizatorlar bo'ladi. Ochiq, yopiq sistemaga ishlaydi. Listlari doimgidek uchli ichi bo'ladi, tashqarisi to'rli. Xohlasangiz ichini ham, tashqarisini ham to'rli qilib berishaverar ekan. Xo'p, kvadratlarga keladigan bo'lsa, 100 kvadratdan boshlab 5000 kvadratgacha qilib berishaverar ekan. Bu aytilayotgan narsalar, ya'ni buni pozitsiyasi bor, 1 dan 4 gacha bo'ladi. Eng fuli, ya'ni 4-pozitsiyasida bo'lar ekan xolos. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki kelishilgan holatda 150 kvadrat metrimizning narxiga keladigan bo'lsa, eng arzoni $749 bo'lar ekan. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi Nur Texno Groupda turibmiz. Nima deb o'ylaysizlar, vodiylik akalarimiz shunaqa ixtirodan to'xtashadimi, yo'qmi? Kommentda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Zakaz